va remontiga gap bo'lishi mumkin emas akalar. 63.900 dollarga tayyor remontli kirib yashashingizga tayyor bo'lgan xonadon topib qo'ydim. Zal qismini ko'rishingiz mumkin. Shunaqa yaxshi, chiroyli, qimmat stulidan qo'yib qo'yganlar. Yaxshi lyustra, pardalarigacha ilib qo'yibdilar. Investitsiya uchun ham juda ham zo'r variant hisoblanadi. Xonadonimizning o'zini balkon qismi bor. Balkonni akfadan o'rab turib yoki reshetka qilib turib, kladovka sifatida foydalansangiz ham bo'ladi. Bu yoqdan ko'rishimiz mumkin, kirib kelaverish eshigimizni, kirganimizda bizdan shunaqangi katta xol qismi kutib oladi. Mana tarkiblariga ham e'tibor berasizda, yaxshi tarkiblardan qo'yilgan. Kirganimizda to'g'rimizda ota-onalar yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin. Kattagina yaxshi razmerda. Kirganimizda bu yoqda chap tomonni keng bo'yanishlari uchun tumbuchkalari, narsalarini qo'yish uchun va divanlarini ham yaxshilardan qo'yilgan ekan. O'zini shunaqa soatlarigacha qo'yib qo'yilgan ekan. Ertalabdan bemalol soatni ko'rib uyg'onaverasiz. Bu yoqda mana yaxshi shkaflardan qo'yilgan. Ranglari ham devorlari bilan, ranglari bilan bir xil qilingan ekan. Chiroyli shunaqa pardalardan ilingan. Investitsiya uchun ham zo'r variant. Bemalol 500 dollardan ijarachi qo'ysangiz bo'ladi. Sanuzelimiz samishoniy holatda bo'ladi. Sanuzelni ham ko'rishimiz mumkin. Yaxshi kafelardan yopishtirilgan, qimmat kafelardan yopishtirib qo'yishgan va keyin sevimli bo'lgan xonalari bor. Bu yerda ham bemalol choy ichib o'tirish uchun sharoitlari qilingan. Bu yerda mana gilamlargacha solib qo'yibdilar. Mebellarga e'tibor berib qo'ysa, shunaqa chiroyli koreyshin mebellardan qo'yilgan. Bu yoqda idish to'yish uchun mana sharoitlari, vichka, gaz plita, uyimizning yuragi bo'lgan katyollari, shkop ichiga tiqib ketilgan katyol, to'kuvchi deganlarigacha qilib qo'yilgan. Tashqari qaragan oynalar bor. Akalar joylashgan joyimizda Urizor Residence, ya'ni 16 qavat yoki 12-qavatda Novostroyga joylashgan bo'ladi. 2 xonadan iborat xonadonimiz 60 kvadratli, 63.900 dollar baholadi. Bunaqa barang har doim uchiruvni, agarda pulingizga qanaqadir ozgina yetmay qoladigan joy bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelganingizda shu yerda kelishib olsak bo'ladi. Shunga ham variant qilib beramiz. Qiziqqanlar bo'lsa pastda nomer qoldiraman. Telefon qo'yasizlar. Shunaqa 2 xonali xonadon so'ragan tanishinglar bo'lsa, videoni jo'natib qo'yaylik. Uyimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar.